Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi videomiz shlaka-blok narxlari qanchadan urushyapti, ustagalarimiz shular haqida ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab ekan. Ustagalarni nomerlarini sarlavhada qoldiramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, mana 50 metr, 60 metr zabor urushyapti ustagalarimiz. Shlaka-blokda uydagalari 2700 so'mdan uyga kelib tushishi bilan olishgan. Qimmat ekan deydigan bo'lsalaring, buni stenkasi 3 qavat ekan mana. 3 ta teshikli ekan, shuning uchun 2 kilami, 17 kilami? 17 kilo ekan shlaka-blokda og'irligi. Shuning uchun ozgina qimmat yurar ekan bu. 2,5 mingdan ham bor ekan agar. Bu xizmatiga keladigan bo'lsak, 3000 so'mdan bunaqa qilib chizib, padrashka qilib, chiroyli qilib chizib berishyapti mana. 2 kishi urushyapti, bitta mana Iqboljon usta, katta usta mana chizyapti. Xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Agarda nima bo'lsa-chi, chizmay urib bersin desa-chi, unda narxi nech pul bo'ladi? 2,5 ming ekan. Shunday tapir-tupir urib ketishaverar ekan, o'zlarini chizib ketsalar agar. Bir g'ish bo'lsa 2,5 ming so'm. Bir g'ish bo'lsa ham 2,5 ming ekan mana. Bir dona shlaka-blok chizib uriladigan bo'lsa 3000 so'm, chizmay bunaqa bir kishi ovora bo'lmasa agar 2,5 ming so'mdan urib berishar ekan. Tumbasiga keladigan bo'lsak, bunaqa tumbalari bu ham g'isht hisobida ekan, 3000 so'mdan. Agar ichiga beton qo'yib berasiz deydigan bo'lsa 6000 so'mdan ekan. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.